Men uzoq kutilgan maqsadlarimga erishdim. Avstraliyaga 4 oylik vizamni oldim. Salom, mening ismim Jambul, 19 yoshdaman, Samarqand shahridanman. Men yoshligimdan chet davlatda ingliz tilida yangi muhitda o'qishni xohlardim. Ayniqsa men Avstraliyani tanladim, chunki yerda ta'lim sifati, xavfsizligi va yangi imkoniyatlari meni o'ziga tortdi. Men har doim biznes sohasiga qiziqqanman, shu sababli o'qishimni shu yo'nalishda davom ettirishga qaror qildim. Men bu yo'lda o'z ishlarini ustasi bo'lgan Everstudy jamoasiga murojaat qildim. Ular menga Avstraliyadagi eng yaxshi universitetlarni tanishtirishdi. Bularning ichida menga Western Sydney universiteti eng yoqqani bo'ldi. Bu universitet dunyo bo'yicha 400-o'rinda turadi va Avstraliyaning eng yaxshi ta'lim maskanlaridan biri. Men bu yerda birinchi Foundation va keyin esa Bachelor of Business o'qiyman. Western Sydney universitetida darslar amaliy yo'nalishda tashkil etilgan. Talabalar o'qish paytida turli kompaniyalar bilan ishlashadi va yangi loyihalarda qatnashishadi. Universitetda zamonaviy binolar, laboratoriyalar va biznes bilan bog'liq markazlar bor va bu men tanlagan yo'nalish uchun juda mos. Viza jarayonidan tortib, universitet tanlashgacha har bir bosqichda Everstudy jamoasi menga yordam berdi. Ularning maslahati, qo'llab-quvvatlashi va tajribasi tufayli men bugun o'z orzuyimga erishdim. Agar siz ham chet elda o'qishni xohlasangiz, Everstudy bilan bog'laning. Hozirda 2026-yil fevral va mart oyi uchun qabullar ochiq, imkoni bo'yi bermang. Sizda ko'rishguncha.